Shayton o'zining yordamchilari bilan bir go'zal makondan o'tib borardi. "Bu joylar juda go'zal", dedi yordamchi shaytonlardan biri. "Dard ustiga chipqon degandek, odamlarining bir-biri bilan ahilligi bor." "Ha", dedi boshqasi afsus bilan bosh chayqab. "Bunaqa joylarni vayron qilish qiyin." Shayton bu gaplarni indamay eshitarkan, to'xtab, atrofni sinchiklab ko'zdan kechirdi. Keyin, "Sizlar boraveringlar", dedi yordamchilariga. "Sal narida biroz aylanib kelinglar. Qaytgunlaringcha sizlarga ajoyib dars hozirlab qo'yaman." Atrof chindan ham sokin edi. Hov narida bir eshak arqonlab, qoziqlab qo'yilgandi. Shayton kelib, uni qozig'idan bo'shatib yubordi. Eshak-da. Darhol qo'shnining tomorqasiga o'tib, ekinlarni payhon qila boshladi. Buni ko'rgan uy sohibasi eshakni haydamoqchi bo'lgan edi. Jonivor uni bir tepdi. Joni og'rigan va behad jahli chiqqan xotin uydan erining ov miltig'ini olib chiqib, eshakni otib o'ldirdi. O'q ovozini eshitgan eshakning sohibi uydan chopib chiqdi-da, ahvolni ko'rgach, xotinga qahr qila boshladi. Xotin uni qattiq haqorat qilib, qo'lidagi miltiqni o'qtaldi. Erkak jahl ustida xotinning qo'lidagi ov miltig'ini tortib olaman deb, uni otib qo'ydi. Shu ko'rgiliklar ustiga xotinning eri kelib qoldi. Qo'shnisiga tashlanib, uni ura-ura o'ldirib qo'ydi. Fojiaga ikki qo'shnining o'g'illari, keyin butun atrofdagi odamlar qo'shilib, ur-to'polon boshlanib ketdi. Shaytonning yordamchilari qaytishsa, boyagi go'zal makondan asar ham yo'q. Hamma yoq qon, vayron. Ular tepalikda mamnun yonboshlab yotgan ustozlariga hayrat bilan qarab, "Buni qanday uddaladingiz, ustoz? Axir bu yerning odamlari bir-birlari bilan ahil edilar-ku. Ularni qanday gijgijladingiz?" deya savol yog'dirdilar. Shayton barmog'ini faylasufona ko'tarib ta'kidladiki, "Esingizda bo'lsin, vayron qilish uchun ortiqcha zahmat chekish shart emas. Qayerni xarob qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha joydagi eshaklarning arqonini uzib yuboring. Masala esa hal."